Nima? Bugungi majlisga Novchani ham chaqiring. Novcha kim? Yildan beri shu idorada ishlab Novchani kimligini bilmaysizmi? Novcha o'zimizni plan bo'lib uni mudir o'rta xaltay. Yana kimni chaqiring? Filtrona, Mallani, Jiblajibonni, Apandini, shu domlarni, Masxaravozni, Charli Chaplinni, Burunboyni, Xo'rozni, Ulama sochchi, xullas, hammasini chaqiring. Kechirasiz o'rta direktor. Aytgan odamlaringiz birontasini ham taniyman. Omon bo'ling. Turing. Men hozir hammalari bilan birma-bir tanishtiraman. Yozib olasiz. Qog'oz qalam oling. Qaltaraq. Kadrlar bo'limining mudiri Ozg'in Saboyev bo'ladi. Malla Kasir. Sapsaro kishi. Tillaydi. Jiblajibon. Ko'kshim. Qizil ko'ylak. Olagali suv taqib yuradigan Mamarayim. Burunboy. Meni o'rinbosarim. Burni katta Karimov. Charli Chaplin. Bunning tagida qo'ng'iz mo'ylovi bor. Lekin mutalib. Sizda apandi. Ekspeditorimiz. Qizil kishi bor. Ro'g'at akammi? Ha, o'sha. Shu domlarni bilasiz. Ikki gap birda shu deb turadigan Osimxonov. O'sha. Yozdingizmi? Ha. Masxaravoz. Meni sho'pirim. Muhammad. Xo'roz. Peshanasida qizili bor Aqran Yamak. Ulama soch. Ana Trakiga kelgan qiz. Oti nima edi? Xurramxon. Ha, Xurramxon. Tushundingizmi? Tushundim. Ko'ring. Mana shu lug'at ro'yxatni stolingizga oydan tagiga bostirib qo'ying. Xo'p bo'ladi. Keyin adashmaydigan bo'lasiz. Boring. Nima? O'zi nima gap? Boyta bir telefon jiringlaydi. Qulog'imni yana yeb tashadi-ku. Olyapman, hozir javob beryapman. Hadeb chaqiraveradi. Kim? Kimligini bilmadim. Sarımsak piyoz bormi dedi. Yo'q deganimga qaramay, jiringlatgan. Xayrolma. Sizni idoramizda sarımsak piyoz nima qiladi? Shunaqami? Bunday bo'lsa, trubkani siz olmang. O'zim olaman. Tushunarlimi? Alo? Mana oling. Yana sarımsak piyoz deyapti. Hozir. Kim bu? Amin. Ha, sarımsak piyozmi? O'zing kimsan? Ha, shoptari qoqimiz? Yo'q, sekretarim. Anu boru tasqarroq. Ha? Lampa shisha. Aha, o'sha lampa shisha. Hop. Salomat bo'l. Salomat bo'l. Nima bezayib turibsiz? Boring. Odamlarni chaqiring. Sarımsak piyoz yeyish. Lampa shisha.